Bir dona bank ilovasida siz aynan Visa kartangizni qaysi saytlarga, qaysi ilovalarga ulanganligini tekshirsangiz bo'ladi va men sizga buni hozir ko'rsataman. Odatda Visa karta ishlatadiganlar biladi, ba'zida e'tibor bermay qolamiz qaysi saytga ulaganimizni, qaysi ilovaga ulaganimizni va shuni orqasidan eski avvaldan ulangan obunalardan pul yechaveradi. Misol uchun $1, $2 shunga o'xshash. Endi buni qanday tekshirish mumkin degan savol ko'p keladi va bitta bank ilovasi bor. E'tibor bering, bir dona bank ilovasida siz aynan Visa kartangizni qaysi saytlarga, qaysi ilovalarga ulanganligini tekshirsangiz bo'ladi va men sizga buni hozir ko'rsataman. Bu ilovada ulangan kartalar qatoridan Visa kartani topasiz hamda Visa kartani o'ng tomon tepasida funksiyalari kiradigan joyi bor. Shu joyga kirsangiz kartadagi obunalar funksiyasi bor. Aynan mana shu funksiya orqali siz kartangizni qaysi saytlarga, qaysi ilovalarga ulanganligini va hozirgi paytda faolmi yoki faol emasligini ham ko'rib borsangiz bo'ladi. Faol obunalarim hozircha bitta ekan, faol emaslari mana 6 ta obunalarim bor ekan. Bu funksiyani siz aynan Agrobankning mobil ilovasi orqali ko'rishingiz mumkin. Shunga o'xshash layfhack videolarni bizning kanalimizga obuna bo'lib kuzatib boring.